Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dünyanın her qaysı joylaridagi aziz Sharqi Turkistonlik qarindoshlarım, hammangizlarga Allohning go'zal salomlari va rahmati bo'lsin. Oldin qatimliq suhbatimizda Xitoy tajovuzchilariga qarshi qilayotgan xizmatimizning texnik kengaydiganligi va muntazam bo'lganligi. Buning uchun yangi fikr va yangi sistemalarni o'rtaga tashlaydiganligimizni sizlarga o'rtoqlashgan edik. Bugungi sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lgan yangi fikr va yangi sistemamizning dastlabki qismlarini yana sizlarga o'rtoqlashamiz. Yangi fikrlarimizning dastlabki qilishga tegishli xizmatlarini o'tirib qo'yishdan burun yana boshqa masalalarni sizlarga o'rtoqlashib olishga to'g'ri keldi. Xitoy tajovuzchilari Sharqi Turkiston xalqining va Sharqi Turkiston davosining markaziy sistemasiga hujum qildi va nurg'unlagan muvaffaqiyatlarni qozondi. Ya'ni biz Sharqi Turkiston xalqining markaziy sistemasi, ya'ni Sharqi Turkiston davosining markaziy sistemasi bizning fikrimiz, bizning nishonimiz va aqidamiz. Ya'ni bizning dinimiz islom. Xitoy tajovuzchilari bizning markaziy sistemamizni, fikrlarimizni, aqidamizni bir-birimizga qarshi o'xshamaydigan shakllarda qat'iy bir arga kelinmaydigan, eng kichik talash-tortishlarda va ixtiloflarda bir-birimizni tark etadigan, bir-birimizni yomon ko'radigan holga keltirib qo'ydi. Har qanday bir millatning, har qanday bir davlatning asosiy kuchi, fidokorligi, qahramonligi dindan kelib chiqadi. Biz Sharqi Turkistonliklarning asosiy kuchi, markaziy nuqtasi dinimizdan kelib chiqqan, ya'ni islomdir. Bütün Sharqi Turkistonliklar eng ko'p din uchun qurbonlik bergan, din uchun shahid bergan. Va buni bizdan bakroq Xitoy tajovuzchilari yaxshi bilganligi uchun nurg'unlagan saxta ilm ahllarini o'tirg'a tashlab, o'zlari tarbiyalab, dinni o'zining manfaati uchun ishlatgan. Har xil diniy fikrlarni, diniy aqidalarni paydo qilish orqali bütün Sharqi Turkiston xalqining fikrlarini, zihniyatini, aqlini, hattoki aqidalariga o'xshamaydigan shaklda bir-biriga qarshi qo'llangan. Bu orqali sepimizni bo'lgan va bizning kuchimizni ojizlatib, o'zini kuchlantirgan va bizga hujum qilgan. Bugun biz chet eldagi barliq Sharqi Turkistonlik qarindoshlarim Alloh subhanahu va taoloning islom ummati qachonki o'zaro ixtilof qilishib, o'zaro jidal majra qilishib, qon to'kishmaganga qadar düşmanlar tarafidan mag'lub qilinmaydi degan bu so'zga qattiq ahamiyat berishimiz kerak va ilhom berishimiz kerak. Bugun biz Sharqi Turkistonliklar o'tmishimizdan, o'tib ketgan vaqtimizdan ibrat olib, bugunimizni qadrlashimiz kerak. O'zaro bir-birimizning fikrini hurmat qilgan asosda, fikrlarimiz o'xshamasimi, o'rtaq nishon uchun yaxshi xizmatlarni qilishni o'rganib olishimiz kerak. Ya'ni bizning o'rtaq nishonimiz dinimiz islom uchun kurash qilish. Vatanimiz Sharqi Turkistonning mustaqilligi, Sharqi Turkistondagi musulmonlarni qutqizish. Bu bizning o'rtaq nishonimiz. Va bütün qarindoshlarimizning vositalamay turib, ya'ni mayli siyosiy jihatdan bo'lsin, mayli diplomatik, mayli qurolliq jihatlardan bo'lsin, nim bo'lsa, Xitoy tajovuzchilarining zulmini tugatib, islomga qarshi bo'lmagan shaklda vatanimizni mustaqil qilayli degan mana bu nishon uchun hammamiz barobar kuch chiqarishimiz, bir-birimizni qo'llashimiz kerak. Bugun biz diqqat qilmayotgan nuqtalar shuki, kelgusida Xitoy tajovuzchilariga qarshi urush boshlansa, albatta cho'ng tashkilotlar, cho'ng derneklar tomonidan urush boshlandi. Va yoki boshqa bir shaklda Sharqi Turkiston mustaqil bo'ldi. Siz hozir shu tashkilotlarni qo'llamadingiz. Agar kelgusida Xitoylarga qarshi bir urush boshlansa, cho'qim siz shu tashkilotlarning askari bo'lasiz. Va yoki mustaqil bo'lgan davlatda agar shu tashkilot va yoki shu hokimiyat sizga imkoniyat yaratib bersa, sizni qabul qilsa, shu davlatningki oddiy bir fuqarosi bo'lasiz. Agar siz hozirdan boshlab imkoniyatingizning, taqatingizning yetishicha ko'lamlashgan, to'g'ri bo'lgan ideyada ba'zi bir ushaq-chuchak fikrlaringiz o'xshamasimi, o'rtaq nishonlar bilan hamkorlashib, kengayib, yaxshi xizmatlarni qilsangiz, hamkorlashish jarayonida, iymonlashish va fikrlashish jarayonida o'zingizning ba'zi xatoliklarini tuzatib olishingiz va shu qarindishingizning va yoki shu tashkilotning xatoliklarini tuzatib olishingiz va kelgusida shu to'g'ri bo'lgan ideyani kengaytib, shuning uchun xizmat qila olishingiz mumkin. Şu to'g'ri bo'lgan ideyada ko'pincha qarindoshlarimizni xizmat qildira olishingiz mumkin. Dinning ba'zi nuqtalarini ching tutib, ba'zi nuqtalarini bayroq, saqol, kiyim-kechak degandek ushaq masalalarga ching esilib, cho'ng bo'lgan, tavhidga munosabatli bo'lgan, musulmonlarning hayotiga munosib bo'lgan masalalarda buni chekka qilish, buni inkor qilish og'ir xatolik. Dinimizdagi haqni oshkorlab turadigan, kishilarni yomonlikdan to'sib, yaxshilikka bo'ylaydigan bir toifa, bir jamoat qiyomatga qadar davom qiladi. To'xtamasdan haqni oshkorladim deb o'zimizning shaxsiy dindan olgan ta'sirotimizni boshqalarga tanish, xatolikdan to'sdim deb to'g'ri bo'lgan ishlarni xatoga chiqarib, boshqa qarindoshlarimizni musulmonlikdan chiqarib va yoki do'zaxga hukm qilib, ularni yomon ko'rib, ular bo'lmagan yerlarda va yoki bor bo'lgan yerlarda ularning g'aybetini qilib, musulmonlarning o'rtasida bo'lgunchilik, musulmonlarning o'rtasida ixtilof,
o'zaro yomon ko'rishni, chechinamlikni barpo qilish mana bu og'ir xatolik. Agar siz ashundak haqni oshkorlaydigan kishilarni yomonlikdan to'sib yaxshilikka buyuradigan bir kishi bo'lmoqchi bo'lsangiz, oldi bilan o'zingiz boshqalarga haqni oshkorlashda haq ishni vatanimiz uchun, xalqimiz uchun, dinimiz uchun amaliy ishlarni boshlamchi bo'lib, boshqalarga ulgu bo'lib, mana mushundaq to'g'ri ishlarni qilishimiz kerak degan vaqtingizda siz haqni oshkorlagan bo'lasiz. O'zingiz vatanimiz uchun, dinimiz uchun, xalqimiz uchun bir ish qilmay, amaliy ishlarni qilayotgan qarindoshlarimizni so'kish bilan siz hargizmo haqni oshkorlay olmaysiz. Aksicha, haqdan kishilarni yiroqlashtirgan dinimizga ziyon solgan bo'lasiz. Kishilarni yomonlikdan to'sdim deb boshqa qarindoshlarimizning aybini echish, ularning g'aybitini qilish, mana bu sizning xatolashganligingiz. Siz haqni oshkorlamoqchi bo'lsangiz, boshqalarning qilayotgan ishlarini ayblash, uni xatoga, haromga, botilga chiqarish bilan emas, haq qanday bo'ladi? Qaysi jihatda xizmat qila olasiz va shu to'g'ri bo'lgan uchun amaliy xizmatlarni qilish orqali haqni boshqalarga tavsiya qila olasiz. Mana bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning butun hayotida o'zining axloqi bilan, amaliy hayoti bilan, amaliy xizmatlari bilan boshqalarga ulgu bo'lgan, amaliy hayoti bilan boshqalarning xatoliklarini his qildira olgan. Agar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bir kishi qaragan bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qarab turib, o'zining xatoligini his qila oladigan shaklda boshqalarga ulgu bo'lgan. Hargizmi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va sahobalar boshqa kishilarning, boshqa musulmonlarning yomon gapini qilish orqali yana boshqa kishilarga nasihat qilmagan. Siz atrofingizdagi kishilarni faqat o'zining shaxsiy ibodatlariga bakroq ahamiyat berib, siyosiy ishlardan, ya'ni dinimizdagi vatanimizni, xalqimizni, dinimizni izzatga erishtirish, xalqimizni qutuldirish uchun qilayotgan siyosiy harakatlardan, amaliy ishlardan yiroqlashtirish orqali, ularni Xitoyga qarshi turmaslik orqali, ya'ni kishilarni uxultish orqali hargizmi dinga yordam bera olmaysiz, haqni oshkorlay olmaysiz. Agar siz mushu qilmishlaringizda davom qiladigan bo'lsangiz, kelgusida vatanimiz mustaqil bo'lgan taqdirda vatanimizni tuturayotgan qarindoshlarimiz, vatanimizni qutqazgan qarindoshlarimiz va hattoki vatandagi xalqimiz bo'lsin, sizning urug' tuqqanlaringiz bo'lsin, vatanimiz Sharqiy Turkistonda sizning yashashingizni, sizning Sharqiy Turkistonga kelishingizni qarshi olmasligi mumkin. Sizning bu qilayotgan boshqalarning g'aybitini qilish, amaliy xizmatlarni to'sish, o'zingiz bo'lsa bir eg'iz Xitoyga qarshi bir gap qilolmagan, amaliy bir ish qilolmagan, musulmonlarni o'zaro bir-birisiga dushmanlashtiradigan, bir-birisini yomon ko'radigan, bir-birisi bilan ado-judo bo'ladigan, parcha bo'lib ketadigan, mazhab, jamoatga ayrilib ketadigan, musulmonlar o'rtasidagi mehr muhabbatni ko'tarib o'tadigan, musulmonlar orasidagi birlikni yo'qib tashlaydigan, kichkina gunoh qilgan qarindoshingizni, musulmon qarindoshingizni yomon ko'radigan, uningga qattiq muomala qiladigan, uning yuz obro'yini to'kish orqali uni musulmonlar jamoatidan yiroqlashtirib, uningga illiq muomala qiladigan dinsizlar guruhiga yaqinlashtirish va dinsizlar guruhiga qo'shilishga majburlash, mana bu sizning qilayotgan yaxshi ishingizmi? Asl dinimiz payg'ambar sallallohu alayhi vasallam va sahobalarimiz dinsiz bo'lgan kishilarga yaxshi da'vat qilish orqali, güzel axloq bilan muomala qilish orqali, ularga mehr muhabbatni his qildirish orqali, ana shu jahiliyatdagi jamoatlardan, jahiliyatdagi insonlarning orasidan musulmonlar orasiga, islomiy muhit orasiga sug'urib oladigan, hattoki dinsiz bo'lgan kishilar shu musulmonlar orasida illiqlikni, mehr muhabbatni his qilib, ana shularning orasida yashag'isi keladigan, ana shundoq bo'g'isi keladigan holat shakllangan edi. Bugungi kunda musulmon bo'lgan kishimi azroq gunoh qilganligi sababdan va yoki ba'zi bir fikrlari o'xshamaganligi sababdan uni yaklash, chetga qiqish, xorlash orqali musulmonlarning safini buzish, musulmonlarni dinsizlarning saflariga qo'shish, hatto dindan yiroqlashtirish, hatto dindan chiqib ketishga majburlash sizning dunyo va oxiratda hisob berib bo'lmaydigan bir jinoyatingizdir. Agar siz vatanimiz Sharqiy Turkistondagi shu dunyoning hech qanday bir yerida hech kim uchrab boqmagan bir zulmga, bir qatliamga, qirg'inchilikqa, zulmga, xorlikqa uchrayotgan islom ummatining erkaklari qayerda? Bizni kim qutqizib oladi? Allohning nusrati qachon keladi? Ey erkaklar, sizlar qayerda? deb yig'layotgan, hatto o'lib o'lishga imkoniyati bo'lmayotgan, hatto qo'l ko'tarib duo qilishga, o'rib turib namoz o'qishga imkoniyati bo'lmayotgan shu muslimalarni qutqizishga harakat qilamisiz? So'z qilamisiz? Undaqda siz sukut turing. Shu qarindoshlarimizni qutqizish uchun harakat qilayotgan, imkoniyatining yetishicha, toqatining yetishicha
bütün hayatını şu din üçün, şu musulmonlarni qutqizish üçün, dinni ustun qilish üçün harakat qilayotgan, fidokorlik ko'rsatayotgan şu qarindoshlarimizni, jamoatlarni qoralash orqali, o'tirg'i ixtilof tashlash orqali men to'g'ri qilyapman deb turib, musulmonlarning ortiga so'g'chilik tashlab, musulmonlarning birligini buzib, o'zingizning to'g'ri deb qaragan shaxsiy ko'z qarashingizni o'tirib tashlash orqali, boshqalarni haqoratlash orqali, bizningki vatanimizning davosini haqorat qilish orqali sizning erishgan manfaatingiz Xitoyga vositalik va yoki bevosita ishlab turib sizni qo'llayotgan, sizni ko'tarayotgan shu insonlarning kuch ko'rsatishlari orqali sizning so'zlayotgan so'zlaringiz, sizning qilayotgan g'iybatlaringiz, insonlarni qaralishingiz, zahrimizni chechishingiz sizning Xitoydan hech qanday farqingizning yo'qligini va hatto Xitoydan marazli ekanligingizni dalillaydi. Shuning uchun bütün qarindoshlarimga, bütün Sharqiy Turkistonlik tilimizni tushungan barliq qarindoshlarimga shuni eslatib qo'ymoqchimanki, o'zimizning shaxsiy ko'z qarashi uchun vatanimizni, dinimizni, vatanimizga, xalqimizni, urug' tuqqanlarimizni qurbon qilib o'tmaydi. Atrofimizdagi kishilarga shiddat bilan muomala qilmaydi. Shiddatimizni din dushmanlariga, Xitoylarga qarshi ishlataylik. O'zimizning atrofimizdagi barliq kishilarga mehr muhabbatimiz bilan, qarindoshligimiz bilan muomala qilaylik. Har qanday kishiga islomiy axloqimiz bilan muomala qilaylik. O'zimizni to'xtamasdan tekshirib turaylik. Eng chong g'oyamiz bo'lgan Sharqiy Turkistonni islomiy mustaqil qilish, Sharqiy Turkistondagi musulmon xalqini izzatga, hurlikka erishtirish, din uchun xizmat qilish, din uchun hayotimizni bag'ishlash. Kerak bo'lsa bu yo'lda, haq yo'lda qinimizni, jinimizni berish. Mana bu nishonlar ustida, ya'ni bu cho'ng g'oyalar uchun, cho'ng nishon uchun o'rtaq harakat qilishni o'rganaylik. Bizning fikrimiz o'xshamasligi mumkin, tushunchalarimiz o'xshamasligi mumkin, birimizning soqoli uzun, birimizning soqoli qisqa bo'lishi mumkin. Ammo biz o'zimizning atrofimizdagi kishilar bilan, o'zimizning qarindoshlarimiz bilan haplashish orqali emas, butun asiyodimizni, butun imkoniyatimizni, butun aqlimizni, butun toqatimizni din dushmani Xitoylarga qarshi vatanimizni qutqizish uchun ishlataylik. Mana bu shu tushunchalar ostida biz hamkorlashaylik. Bütün Sharqiy Turkistonlik qarindoshlarimizning imkoniyati yor bergan shaklda o'zimizning shaxsiy fikrlarini, shaxsiy tushunchalarini boshqalarga tanmagan shaklda, boshqalarning dindan olgan tushunchasiga hurmat qilgan asosda barliq qarindoshlarimizning o'zaro qarindosh bo'lishga, dinimizda buyurilgandek bir-birimizga axloq bilan muomala qiladigan, samimiy muomala qiladigan, yolg'on so'zlamaydigan, agar haqiqatan dinda haram bo'lgan va yoki xatolashgan vaqtlarda o'zaro chiroyli, samimiy shaklda dalil paketlar bilan o'zimizning xatoligini o'tirib qo'yib, boshqa qarindoshlarimizni yaxshilikka da'vat qilsak, bir-birimizga yaxshi muomala, go'zal axloq bilan muomala qiladigan, boshqalarga islomning mehr muhabbatini his qildira oladigan, islomning go'zalligini, islomning turqini boshqalarga his qildira oladigan, bir-birimizga qilgan moddiy va ma'naviy omonatlarga qat'iy xiyonat qilmaydigan, bir-birimizga har vaqt samimiy bo'ladigan, har vaqt bir-birimizga ega chiqadigan. Agar oramizdagi bir qarindishimizning yuz obro'yiga, mol mulkiga va yoki bexatarligiga birsi va yoki birlari nohaq ziyonkashlik qilmoqchi bo'lsa, shu qarindishimizga yordamda bo'ladigan, har vaqt bizga ehtiyojli bo'lganda mayli jismoniy jihatdagi qiyinchiliklarga yordam berish, mayli xizmat tepish ishlari va yoki iqtisodiy ishlari va yoki ruhiy bisimlarga o'zimizning toqatining yetishicha shu qarindishimizga yordamda bo'la oladigan. Agar oramizdagi bir qarindishimiz xatolashsa, u qarindishimizning xatolashganligiga dalil paketlar bilan, chiroyli axloqimiz bilan shu qarindishimizning xatoligini tuzatishga yordam beradigan va eskartadigan, bir-birimizni sababsiz tashlab etmaydigan, tarik etmaydigan bir diniy qarindoshlik muhitini hosil qilish. Ya'ni boshqa qarindoshlarimizning siyosiy fikrlariga hurmat qiladigan, diniy ko'z qarashlarga hurmat qiladigan, o'zaro imonlashish, fikrlashish orqali saviyamizni texmi yuqori ko'taradigan. Oramizdagi bir qarindoshimiz Xitoyning va yoki Xitoyga vositalik ishlayotgan kishilar tomonidan shikoyat qilinib turmalarga tashlansa, shu qarindishimizning yo'lini ma'nolaydigan, kerak bo'lsa oramizda iqtisodiy yordamlar bo'lib, advokat orqali, ya'ni qonuniy yo'llar orqali shu qarindishimizning qutulishiga yordam beradigan, kibr, menmanchilik va bilarmonlikni tashlab,
öz ara bir-birimizden yaxshi gumonlarda bo'lib, har qanday to'g'ri ishda, adolatli ishda o'zaro hamkorlasha oladigan. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ayni vaqtida dinsiz kishilar tarafidan qurilgan xayriyat uyushmasida, ya'ni kishilarning haqqini qo'g'daydigan, adolatni barpo qiladigan shu uyushmaga, shu tashkilotga a'zo bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ana shunda musulmon bo'lmagan kishilar tarafidan qurilgan tashkilotga, uyushmaga payg'ambar bo'lgandan keyinmi, islom kuchlangandan keyinmi yani şu uyuşma hazır mevcut bo'lgan bo'lsa, yana shu uyushmaga a'zo bo'lgan bo'ladim degan. Yana bundan ko'ra olamizki, har qanday yomon kishi bo'lsin, agar to'g'ri, adolatlik, islomga yordam beradigan va yoki kishilarning haqqini qo'g'daydigan to'g'ri ishlarda hamkorlashsak, agar bir eski odam bo'lsa-mu, to'g'ri so'zda, ya'ni shu kishining qilgan to'g'ri so'zida to'g'ri deyalaydigan. Eski odamning to'g'ri ishidimi, to'g'ri ish deyalaydigan. Mana shunday tushunchani barpo qilishimiz kerak. Yani özümüz bilimiz ki etrafımızdaki bütün karındaşlarımız asaslı cihetten Müslüman ve mümin karındaşlarımız. Mana bu karındaşlarımız bir yaxshi ishni o'ttirib qo'ygan bo'lsa, bu karındaşımızdan gumon qilib, oxiri xato bo'ladimi va yoki boshqa bir ish chiqadimi va yoki bu karındaşımızning o'sha ishni qilishga salohiyati to'shami deydigan gumonlarni tashlab, har bir Sharqiy Turkistonlik karındaşlarımız, har bir mümin karındaşlarımız Allohning yo'lida aşı sahabelerge o'xshash, yani Halid ibn Velid radhiyallohu anhu ve başka sahabelerge o'xshash Allah'ның yo'lida kurash qilishda kerak bo'lsa mujohid bo'la oladigan, kerak bo'lsa qo'mondan bo'la oladigan, kerak bo'lsa ot boqquchi, qochiyuvchi bo'la oladigan, qilgan xizmatni agar haq, to'g'ri xizmat bo'lsa hargiz kichik ko'rmaydigan, o'zimizmi kibrdan saqlanib kichik xizmat bo'lsa boshqalar ayblarmikin, tuvan ko'ramikin degan ideyani tashlab, mayli cho'ng bo'lsin, mayli kichik bo'lsin, taqtimizning yetishicha shu xizmatni, haq xizmatni qila oladigan to'g'ri ideyada bo'lishimiz kerak. Xulasa bizning o'tirib qo'ygan mana shu islomiy bir muhitni barpo qilish, islomiy bir qarindoshlik barpo qilish, atrofimizdagi qarindoshlarimizni yomon ko'rmay, yeklamay, yomon gumon qilmay, to'g'ri bo'lgan ishda bir-birimizni yomonlikdan to'sib, ya'ni dalil isbot bilan, güzel axloq bilan, mehr muhabbat bilan şu qarindoshimizni xatolikdan to'saydigan, to'g'ri ishni amaliy o'zimizning hayotida tatbiqlab, to'g'ri ishni o'zimiz qilib, ya'ni shu chiroyli muomala bilan boshqa qarindoshlarimizga to'g'rini oshkorlab yetaklab mangadigan mana shundoq Alloh subhanahu va taolaning bütün musulmonlar o'zaro qarindoshdir degan buyruqqa bo'ysunib, aldı bilan qarindosh bo'lish fikrida hamkorlashishingizni umid qilaman. Bizning bu diniy qarindoshligimiz qandaqki ma'lum bir kishilarningki bizni kuch kiritishi bilan va yoki ma'lum bir o'zimizning shaxsiy va yoki boshqalarning siyosiy fikrlari uchun boshqa qarindoshlarimizni xizmat qildiradigan va yoki tanadigan emas, haqiqiy xolis Alloh roziligi uchun, dinimizga yordam berish uchun qilish tegishli xizmat va ibodat deb turib boshqa qarindoshlarimizni mana shunday diniy qarindosh bo'lishga, islomni yeyishga, o'zaro islomning qandoq bir esildan ekanligini, İslamның mehr muhabbatga to'lganligini, İslamның güzel axloqqa, adolatga buyurganligiga amaliy o'zimizningki ittifoqlashishi, o'zimizning diniy birligini hosil qilish orqali boshqa qarindoshlarimizga ulgu bo'la oladigan. O'zi xolab, xolamay dindan yiroqlashib ketayotgan qarindoshlarimizni, mana shu qarindoshlarimizning orasiga qo'shilib, diniy qarindosh bo'laychi deyotgan, o'zining urug' tuqqanlaridan ayrilgan, chet elda hech qanday do'sti bo'lmagan, urug' tuqqanlari bo'lmagan, yo'qolib ketib qolsa va yoki boshqalar bozak qilsa va yoki nohaq shu qarindoshimizning haqqiga tajovuz qilsa, shu qarindoshimizga ega chiqadigan hech kimisi bo'lmagan qarindoshlarimizning bir oila illiqligini his qiladigan, mana bir ish bo'lsa, bir nohaqchilikka uchrasam, bir qiyinchilikka uchrasam, mening diniy qarindoshlarim bog'u deb xotirjam yashay oladigan, qanday ish qilsa xotirjam qila oladigan mana shunday bir muhit hosil qilish uchun hammamizning hamkorlashish, diniy qarindosh bo'lish, fikrlashish, iymonlashish orqali dinimiz uchun xizmat qilaylik, bir-birimizni to'g'riga yetaklaylik. Agar kallamizda aydin bo'lmagan masalalar bo'lsa, o'tirg'i qo'yish orqali, fikrlash orqali aydinlashtiraylik. Bizning tavsiyamiz shu, barcha qarindoshlarimiz mana shunday bir muhit hosil qilaylik. Bizmo bir necha oydan beri mana shu narsa orqali nechilgan qarindoshlarimiz o'zaro diniy qarindosh bo'ldik. O'zimizning mayli xizmat topolmaslik va yoki ma'lum bir jismoniy jihatdagi kuchimiz yetmagan, taqtimiz yetmagan ishlar
sohada bir-birimizga yordamda bo'lish va nurg'unlagan sohalarda bir-birimizga manfaatlarni yetkazdik. Mana bu shu diniy qarindoshligimizni, diniy muhitimizni kengaytayli. Alloh subhanahu va taolo qilgan barliq ishlarimizni xayrli qilsin. Butun ishlarimizda Alloh rizosini ko'zlaydigan, din uchun yordam beradigan mu'minlardan qilsin. Biz uchun doim yaxshi duolarda bo'lgaysizlar. Alloh hammangizlardan rozi bo'lsin. Allohga omonat.